Ustoz endi yuqoridagi albatta so'zlangan bu bugungi ahvolga tushib qolishimizning sabablarini bir muncha qilib o'tdilar. Endi qutulish aslida yuqoridagi narsani tashlab, aksini qiladigan vaqtimizda qutulamiz degan javobni chiqib bo'ldi endi. Ha shunday. Shu buni takror so'rashdan hojat yo'q. Shu ba'zida inson shunda nuqtalar tilg'iladigan vaqtida ham buni ham sizlar muhtaram ustozimizdan anglaydi. Bugungi kundagi ham holimiz bilan so'zlab o'tlamdi. Shuncha valla tatib turib, aslida ibrat elishimiz kerak bo'lgan masalada uni qilmayotimiz. Yana bir nuqta masalan shunda nuqtalardan ajdodlarimizniki qilgan xatolik masalan. Shu vaqtdagi tarixiy kitobimizni Xitoyning aligidan o'tgan kitobni o'qisaqmi degan. U yerdagi shu cho'nglarimizniki vatan qandoq ketkizib qo'yganligini nurg'un masalalarda inson echilmay qolmaydi hamda. Buni his qilamiz. Qandoq ketkizib qo'yganligini, bu dushmanga qandoq buning qo'l ostiga tushib qolganligimizni. Hamda ba'zilar o'ylaydiki bu ajdodlarimizning qilgan xatoligini men nima ish qilib bugun men uni xatolikni men qilmadim, bu zaminni tasqizib qo'yganini. Men nima ish qilib buni tatima, bu millat nima ish qilib tativerdi buni deb men xiyol kelib qolishi mumkin endi. Inson keltirishi mumkin. O ata-onalar qilgan jinoyat, avlod aşı jinoyatni o'zgarsa narozi bo'lgan bo'tadinga, shirk bo'lmagan bo'ta Alloh izizlikni kelib berdi. Agar ata-onalar o'tkazgan jinoyatni yana davomlashtiraversa, shu ruhida yashasa, shirk o'ti, o'rtaq o'ti. Ay ata-ona qilgan kamchilikni balavoqimi billah qilgan bo'di. Chunki rozi bo'lgan bo'ta shuningga. Shunga Alloh taolo Musa alayhisalomning vaqtida qilgan Bani Isroilning jinoyatini Peygamber aleyhissalatü vesselam vaqtidagi Bani Isroil bo'lgan Isroiliyaga tanqidladi. Sen uni qilding, buni qilding dedi. Shu Qur'onda sen Yahudi uni qilding, buni qilding deydi. Buni qilmagan. Ay ilgirki Yahudilar qilgan. Xo'sh. Ay ilgirki Yahudilar qilsa, hozirgi Rasulullohning vaqtida sallallohu alayhi vasallam vaqtidagi Yahudilarga Alloh tanqidladi. Bo'lmasa nima ish qildi tanqidladi? Ay yo'q, Yahudining yo'lini ching tutib. Xo'sh, xo'sh. İsa alayhisalomga yarashmadi. Bizning peygamberimizni qabul qilmadi. Tevratning ruhida mush peygamberga bergan ishini dappa. Anda olganiga bu o Tevratning ruhiga amal qilmay, yine ata-bobisininki qilayotgan ishlarda ching yetkazganligi. Chunki ata-bobisi qanday qilgan? Fir'avnning oldida u Bani Isroil degan eng yaxshi millat. Fir'avnning oldida Yaqub alayhisalomning avlodi u. Xo'sh. Yaqub alayhisalomning avlodi peygamber avlodi. U 100 paysam 10 bitqunning avlodlari bu. Çünkü Yaqub Aleyhisselam'ın evlatları hesaplandı. İsrail degenin manisi. Beni İsrail degen. Yaxşı adamlar, Müslüman adamlar. Bu adamlar bay biz dep ötkendek isyanga ötep ketipti. Yüzden dinini çing tutanmay, emel kılmay anıngaz. Hem dua mesela, hem sebep işkirisi kılımız bu biz dinimizde. Şu sebepten bula her işkirisi kılıdığın kitabını toluk emel kılmağın sebepten Allah tepski pür onu tiklep koydu. Baldi hukuk Beni İsrail'de yaşadı. Kin onundaki hukuklu kibiti milleti olan Fir'on göppedi Allah Teala. Fir'on kibiti milleti. Beni İsrail septi milleti hesaplı. Bir yerde iki millet var. Hem de septilanın üstüden hukukla Allah devletinin kulduğunu elevetti. Çünkü emel kılmaganlıktı. Ulu Müslüman yakşı denliydi Fir'on'un aldı da. Yaqub Aleyhisselam evladı olan peygamber evladıydı. Lakin Fir'on'un zamanısı Fir'on'un hukukunu yapıp Allah ulunu cezalavattı. Fir'on küçük gündüz uluğu zulüm kıldı. Yani Fir'on bile katlık zulüm kılıp bunu bir katta deksiyep. İlgirki hatalıklarının üzerine tonu kulturup da Allah-u Teala şunu tuntuş için Musa Aleyhisselam'ı verdi. Ey Musa sen berip yani mademle kılga eskilikli bir katta cazda Fir'on'un tokmakını yedi. Yani sen bu milletini sen buldun acat. Sen bunu kutuldu deyip Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı birisi peygamberlik ibadet kısmı göverse birisi zulüm kılıngan milletini zalimden kutuldurmuş kuvvetti. Hoş. Şunu Musa Aleyhisselam buluğa kançak neç yıl tuda yaşadı? O 50 yıldan artık. Neç yıl tuda Fir'on'un kulduğunu Beni İsrail'i kutulduruş için. Ama şunu bir katı berip kutuldurtup da pekip hep de gün nasihat pekip ya 5-10 yıl yiyor. Hareket pekip toktap kalmadı Musa Aleyhisselam. 40 yıldan artık devam etti aşağıda. Milleti kutuldurmadı. Hoş. Şu 40 yıldan artık devam edip en ahirisi milleti kutuldurup denizden ötkezdeyin. Allah yardım verdi. Koldan gidiş bütün çağrını kıldı. Bütün sebepini kıldı.
40 yılgacha Musa Aleyhisselam bu davetidan to'xtab qolmadi. Hareketidan to'xtab qolmadi. Bizning adamlarimizcha o azroq bir 2 yil minib baqsa, payda kabi qalsa, qo'ya bu millatni ishlab tashlab qayda aytoninglar. Payda kelsa, o men millatning beshidan aytgan gap. Ziyon kelsa, shpirda yo'qab ketadigan gap. Davom etmaydi. Bu asli bunga sabr lozim. Bizning meshib qilishi mumkin, bizning vaqtimizda bo'lishi mumkin g'alaba nusrat. Erta bo'lishi mumkin g'alaba nusrat. Bu g'ayb. Qachon g'alabaning kelishini Alloh biladi. Uningga bitgan javob qachon biz yaxshilansak, shunga loyiq bo'lsak keladi deb javob beramiz unga. Shu. G'alabaning kelishi haq. G'alabaning kelishi haq, biz shu sabr qilish kerak. Davom etish kerak, ching turish kerak, himmatli bo'lish kerak. Zodi biz anda yaltaymas kerak. Azyak iqtisodiy qiyinchilik yo bu mashaqqat kelsa qaydab qatqash emas. Alloh rizosi uchun mutqash bo'lgan ekan. Allohning ajri kutib ching turish kerak. Mana Fir'avndan Musa Aleyhisselam qavmini qutuldi dedi. Qutuldirib ochiq bilab bir muddat o'tapti, hamda Baytul Maqdisni ozod qilib bo'libdi. Yine bu qavm Musa Aleyhisselamga osiylik qildi. Alloh taolo va taqaddas buyruqni qilsa, Musa Aleyhisselam bo'ligi degan ekan, "İzhab anta va robbuka faqatila." Musa sen Xudo bilan bir urushqin, biz urushamaymiz, biz bak kuchli odamni ekan bu dedi. Mishada bir nuqta bor. Bu nuqta bu odamning nima qo'rqib bir shu chaqda desa, Musa Aleyhisselam evvel Ben İsrail Beytul Maqdisga nima ko'gizgan? Jasus. 12 tane adamni ko'gizgan qabila boshliqlaridan. 12 ning. Bu islomiy jasus deymiz endi uni. Bu islomga xizmat qilgan Musa Aleyhisselamning xodimlari o, yaxshi odamlar. Kep Musa Aleyhisselam teglik. Aş adamlar bek kuchli bo'lib qolsa, meni qo'li qamga deysizlar. Bek laqva bo'lib qolsa, meni qo'li qamga deysizlar. Mendim bilek adamga men sirni demi chiqisizlar, xabarni oyda aytib chiqisizlar deylik. Desa, ikkisi qattiq yushruqliq Musa Aleyhisselamga ne deytqanga. Bir kim bilmez. O ne? Chiqib bo'lg'och, voyjon, ajab kuchli odam ekan. Bizda adamdan 10ni dulus qilib, shaptul atqanday tashvadiq odam ekan. Bek yamankan deb dushmanni cho'ng ko'ksitib, noji yo'g'on ko'ksitib, millatning ruhini tushiribdi. İkisi Musa Aleyhisselamga xabarni nayati sog'lom Musa Aleyhisselamga dedi, qabilasiga demedi. Çünkü bu adamların yeni verişteki sebep aşağıdaki xabarda maxfiy sir saqlayotgan sirni saqlayamaganlikdan bo'lag'liq. Çünkü bizning mushu silning xabar taqatildi mesela. Mishadimi hamma gapni xalqni to'la tekshirib, ani demamtu, mani demamtu deydigan gaplar o'tgan. Bo'limi hammadan chiqib so'z aytgan gapga. Bir tal sir yo'q ekan. Xitoy bir tal joz qo'ymasin butgan bu İstanbulga. O aramida yashasin butgan endi. Nimishqa hamma gapni qo'saqni tashqi chiqarg'ili soatgan, birini chiqirtgan. Shu sababdan ayda bo'lam. Ashadimi Ben İsrail nima sababdan yengilib ketdi? Musa Aleyhisselam qavmi nimishqa yenib oldi urush qilishdan. On adam maxfiyatchilikdan pash qilyapti. Bu sir bizning dinimizdami? Payg'ambarim nurg'un sirlar bilan harakatni. Nimishqa oxirgi qalbida siyosiy harakat deganda ya 10'ning 9'ini maxfiy qilib, birini oshkorlaydigan aslida. Dushmanni yengmoqchi bo'lsang. Bütün dünyada yani hamma narsani shu eng boshda shu birini to'g'ri tatilganday buzib tashlab, biz shunga hala bugungi kunda shu 10 yil oldin qanday kelgan bo'lsak, yine shunday yilda turvatimiz endi. Lekin endi Janobi Alloh taolo har bir nafaslarimizga, har bir harakatlarga, bütün shu millatimizni deb, dinimizni deb xizmat qilgan xodimlarga hech qasdan Alloh zoya qilmaydi. Alloh ajr beradi. Garchi ondan foyda chiqsin va yoki foyda chiqmasin, haq uchun olgan qadam, haq uchun olgan niyat, haq uchun olgan iroda hammamizga Alloh innamal a'malu binniyat savob beradi. Lekin odamning yuragi etishitqini bizning bir ahindaq bir ittifoqlik va birlik va sir asrar somkalarimiz bo'lmaganlik sababdan odamning yuragi etishib Xo'sh, to'g'ri. Ruhiy tushkunlik ko'p bo'lyapti. Alloh hargiz bizni ruhiy tushkunlikdan saqlasin. Janob Alloh hammamizni himmatli, irodali qilgay. Amin, amin. Alloh razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat. Güzel chiqadi. Rahmat.